Ona va bola salomatligini saqlash va ayollarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida bunyod etilgan ushbu akusherlik kompleksi eng zamonaviy jihozlar bilan ta'minlandi. Qolaversa, bu maskanda barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan jarrohlik xonalari tashkil etildi. Bino qurilishi va jihozlanishiga 9 milliard 734 million so'mdan ortiq mablag' sarflangan. Majmuaning ochilish marosimida ishtirok etgan mas'ullar bu kabi sharoitlar ona va bola salomatligiga qaratilayotgan e'tiborning yorqin namunasi ekanligini alohida qayd etishdi. Keyingi yillarda yurtimizda tibbiy xizmat sifatining oshib borayotganligi, xalqimiz salomatligini saqlashga yo'naltirilgan islohotlar misollar orqali aytib o'tildi. Shundan so'ng ramziy lentalar kesildi va mehmonlar mazkur kompleksdagi imkoniyatlar bilan tanishib chiqishdi. Bir etajli bo'limlarimiz bo'lardi. Bir etajli bo'limlarimiz kichkina xodimlar sig'masdi, bemorlar sig'masdi. Xalq orasida juda ham norozichiliklar chiqardi. Mana hozir hamma sharoitlari bor. Yaxshi jihozlangan, hamma talablarga javob beradigan mana kompleksimizning bo'limlari ochildi. Juda ham xursandmiz, juda ham minnatdormiz. Shu kunning o'zida Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Jizzax filialidagi yangi bino ham foydalanishga topshirildi. 4 qavatdan iborat bo'lgan yangi tibbiyot maskanida xirurgiya, urologiya kabi bir qancha bo'limlar faoliyat boshladi. Qolaversa, eng zamonaviy uskunalar bilan ta'minlangan laboratoriya tashkil etildi. Binoning ochilish marosimida Jizzax viloyati hokimligi mas'ullari, faxriylar va shifokorlar ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar tibbiyotdagi islohotlar faqatgina inson qadri uchun amalga oshirilayotganligini ta'kidlashdi. Shuningdek, viloyatimizning o'zida murakkab jarrohlik amaliyotlarining o'tkazilayotganligini, bu esa fuqarolarning ortiqcha ovoragarchiliklarsiz salomatligini tiklashga yordam berayotganligi aytib o'tildi. Markazimizda yangi binosida birinchi qavatda o'quv markazi, ichki dorixona joylashgan, ikkinchi qavatida urologiya bo'limi 20 ta o'ringa mo'ljallangan. Shuningdek, 3-xirurgiya bo'limi u ham 20 ta o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bemorlarni qabul qilishga tayyor. 3-qavatimiz biokimik laboratoriya, klinik laboratoriya va bakteriologik laboratoriya uchun mo'ljallangan qavat. 4-qavatimizda ma'muriyat joylashgan. Mana hozirgi yangi O'zbekiston davridagi holatni ko'rib, juda qoyil qolasan-da. Jahonda eng zo'r apparaturalar bilan ta'minlandi. Tez vaqt ichida shunday remont qilib ochildi, ko'nglim quvonadi. Bunday vaqtda faqat yana ishlagin, yana mehnat qilgin, yana kasallarni davolagim keladi. Anchadan buyon Jizzax viloyat ko'z kasalliklari shifoxonasi eski binoda faoliyat yuritar edi. Bayram arafasida ushbu shifoxona yangi va zamonaviy binoga ko'chib o'tdi. Quvonarlisi, ushbu bino tez va sifatli tashxis qo'yishga va ko'z kasalliklarini davolashga mo'ljallangan uskunalar bilan ta'minlandi. Qariyb 17 milliarddan ortiq mablag' evaziga zamonaviy bino qad rostladi. 5 milliarddan ortiq mablag' 12 turdagi eng sifatli uskunalarni keltirish uchun sarflandi. Ushbu shifoxona endilikda bir vaqtning o'zida 100 dan ortiq bemorlarga malakaviy tibbiy xizmat ko'rsata oladi. Shifoxonamiz eskisidan farqli, juda ham keng, yorug', shinam, hamma sharoitlarga ega. Bundan tashqari tibbiy jihozlar yangi keldi. Faropter, UZI, ko'z tomografiyasi. Bu apparat yordamida ko'zni qavat-qavat o'rganishimiz, har xil aniqlanmagan yashirin kasalliklarni aniqlashimiz mumkin. Eng zamonaviy usulda operatsiyani yo'lga qo'yganmiz. Bir haftada 50 ta, 45 ta operatsiya jarrohlik usuli qilamiz. Mazkur tibbiyot maskanida xalqaro tajribalar yordamida xizmat ko'rsatiladi. Quvonarlisi, hatto xorijiy davlatlarda bajariladigan murakkab jarrohlik amaliyotlari ham o'tkaziladi. Bu esa tibbiyotdagi barcha islohotlar inson qadri uchun degan tamoyil asosida olib borilayotganligidan dalolat beradi.